Yaqinda bir ukam menga bir voqeani aytib beryapti. Aka deydi, onamlar dars berardilar. Qo'llarida o'qigan bir qizni yoqtirib qoldim. Yaxshi oilani farzandi edi, juda ham yaxshi ko'rib qoldim deb. Sovchi bo'ldik, uyiga sovchilarni qo'ydik, ular bizga berishmadi. Ko'p sababli qilishdi. Oyisi, otasi menga juda ham qarshi bo'ldi deb aytdi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin u qizni o'zligini bir qarindoshligiga unashtirib qo'yishdi. Shu holatda onamlar doddi, bolam qo'y endi u qizni uni deganlarida men bir gapni gapirdim. Fotihaga bo'lishi mumkin emas. Men Robbimdan buni so'raganman. Robbimdan shu qizni so'raganman, albatta beradi dedim-da. 90 kun to'xtovsiz tahajjud qildim. 90 kun tahajjudda, yo Robbim, agar shu qiz menga xayrli bo'lsa, yaxshi bo'lsa, bergin, sen berishlikni yaxshi ko'rasan deb so'radim. Ishonasizmi, o'sha fotiha qilib qo'yishgan joyligi birdan yo'q bo'lib ketib, bizaga bo'lib ketdi.